Hozirgi kunda kuch-qudrat deganda nimani tushunasiz? Pulmi? Menimcha pul kuch-qudratni bildirmaydi. Sababi Qatarga hujum bo'lganida pullarini uni saqlab qola olmadi. Yoki yadro qurollarimi? Yadro qurollari o'ta qashshoq bo'lgan Shimoliy Koreyada ham bor. Shimoliy Koreyani kuchli deya olmaymiz. Hozirgi kunda kuch-qudratni informatsiya, ma'lumot belgilab beradi. Isroil, Mossad yoki Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy razvedka tashkilotlari. Ular barcha davlatlar haqida ma'lumotlarga ega. Ular shu sizdan biz haqimizda ma'lumotlarga ega edi. Yaqinda 15 millionga yaqin O'zbekiston fuqarosi ma'lumotlari Darknetga yoki Dark Webga joylanganligi aytildi. Endi oddiy shunchaki prostoy xaker ham biz haqimizda ma'lumotlarga ega. Bu nimani anglatadi? Siz OneIDga kirib parollaringizni o'zgartirishingiz, ma'lumotlaringizni o'zgartirishingiz mumkin. Eng qo'rqinchli tomoni u yerda rasmingiz turibdi, rasmingizni o'zgartira olmaysiz. Pasportingizni ham almashtira olmaysiz. Uni ham o'zgartirib bo'lmaydi. Bu degani endi ular bizdan yillar davomida foydalanishni anglatib keladi. Bunga qanday chora ko'rish kerak, men bu haqda bilmayman. Agar siz bilsangiz albatta kommentariy yozing.